Oxirgi paytlarda juda ham ko'p konsultatsiyalarimga o'smirlarni ota-onalari hech qanday maqsadi yo'q, hech nimaga qiziqmaydi, kim bo'lishini ham bilmaydi degan zaproslarda ko'p olib kelishadi. Va biz bolalar bilan suhbat qilganimizda asosiy sabablarni aniqlaymiz. Birinchi o'rinda albatta bu uydagi muhit. Agar uyda doim janjallar yoki ota-ona bir-biri bilan kelishmasa yoki ajrim protsessi bo'layotgan bo'lsa yoki ajrimdan keyingi holatlar ham bolani psixikasiga salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchi o'rinda albatta boladan siz talab qilyapsizmi, shunaqa inson bo'lishing kerak, shunaqa maqsadlaring bo'lishi kerak, tur o'rningdan qanaqadir kursga bor yoki nimagadir erishishing shart degan shartlarni qo'yapsizmi? Bu narsalarni o'zingizni hayotingizda bo'lishiga ham, siz ham qanaqadir maqsadlaringiz, sizni ham qanaqadir ambitsiyalaringiz bo'lishiga e'tibor qarating. Chunki bolalar nimaiki hayotda qanaqa holatga erishsa yoki erishmasa ham ota-onadan o'rganadi.